boshlang. Boshlayman. Men Nurjonov o'g'il bo'laman. 1955-yilda tug'ilganman. 22-iyunda. Shu anaqa shu meni boshim og'rib, qulog'im shang'illardi. Qulog'im shang'illardi. Keyin o'zingizni oldingizga keldim. O'zingizni oldingizga kelganimdan keyin tamir mushlab ko'rdingizda aytdingiz, opa, nina qo'yamiz, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Shu boshingizda shum bor ekan. Shu shumlar ketadi, quloqingiz ham yaxshi asliga keladi dedi. Mayli, 1 oy lichina olasiz dedingiz. Keyin shundan men bir oy emas, 15 kun qatnadim. Xo'jayinim 1 oy qatnadilar. Men shu 15 kunda yaxshi bo'ldim. Xudoga shukrki, mana yuribman, sog'man, Allohga shukr. O'shanga necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. O'sha shumlar yo'q, quloqingiz yaxshi eshitadi. Quloqim yaxshi, Xudoga shukr. Oldin qulog'im vang qilib ketardi. Iholab kelardi, yaxshi so'zni anglab ololmasdimlar. Bo'yinlar bilan boshda og'riq bo'lardi. Men betlarim, yonboshlari bilan kallam bir tomoni bilan og'rirdi. Keyin doktor ham aytdi, insulga yaqinsiz opa, shunaqa qonlaringiz quyilib qolgan deb aytdi doktor. Trop bor deb. Ha, shunaqa degan. Keyin o'sha sizni oldingizga kelgandan keyin men yaxshi bo'lib ketdim. Oyoqlarimda ham og'riq bor edi. Bu oyoqlarimga ham qo'ygan edingiz, eslasangiz. Shu keyin xo'jayinim ham keldilar. Xo'jayinim ham yura olmas edilar. Mana bunaqa qilib bedana yurish qilib yurardilar. Kelganlarida. Undan keyin haligi shu 20 minut qo'yadigan bo'lganingizdan keyin 20 minutdan keyin yaxshi bo'lib, xo'jayinim kampir meni qo'llari, bitta qo'llari umuman qimillamas edi. Bitta qo'llari qimillamas edi. Qimillayapti meni qo'lim dedilar. Unda qarasak, qizim ham qaradi, men ham qaradim. Yaxshi, natija bor. Endi boraveramiz. Shu 1 oyni olamiz dedi. Xo'jayinim qo'llarini bilan silab ko'rmay, Xudoga shukr, yaxshi bo'lib qoldingiz endi deb xursand bo'lib kelib yurdik. Kelgandan keyin hozir xo'jayinimda hech qanaqa nima yo'q. Kasallar asorati qolmadi. Kasallar asorati qolmadi. Yurishlari yaxshi, Xudoga shukr. Ovqatni ham juda yaxshi yedilar. Oldin ovqat ham yeya olmas edilar. Bitta ovqatni oldilariga olib kelsak, surib tashardilar. Bir pasa janjal qilib, nervishni qilib urishib ketardilar. Hozir spakoyna. Juda ham yaxshilar. Kelgan paytlarida ozg'in, rosa qurib qolgan edilar. Tanalarida umuman suv qolmagan. yurishlari qiyin edi. Gaplariga tushunib bo'lmas, siz orqali gaplashardik. Men ularga gapirganlarini men tushunardim, sizga men aytib berardim. Tushunib bo'lmas edi gaplariga. Mana shu miyoqlariga qo'yganingizdan shu tillariga ham yordam berdimi deyman-da. Tillarni tegan. O'shatlari yaxshi ishlab ketdi-da, hozir dona qilib gapiradilar. Shunaqa. Ularda diagnoz